Assalomu alaykum. Bravo mehmonxonasiga xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Aka, biz Samarqandga mehmon edi. Oldimda ozgina pulim kamroq edi. Arzonroq qilib bir chiroyli xona qilib bersangiz juda xursand bo'lardim. Bilaman, qimmat mehmonxona, lekin imkonim yetguncha kelgandim. Bo'ldi aka, hozir hal qilamiz. Qarab oling, bitta joy bormi? Bir minutga qarab o'rasizmi? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Hozir bitta xonamiz qolgan, u ham bron qilingan, ya'ni band qilingan. Bu kishilarga to'g'ri keladimi? Hozir tezda shu bron qilingan xonani aniqlashguncha keladilarmi yo'qmi? Agar kelmasa, bu kishiga beraveramiz. Bizga pulni ahamiyati yo'q shunday. Xo'p. Allo, assalomu alaykum. Bravo mehmonxonasida sizni bezovta qilyapmiz. Siz lyuks xona bron qilgan ekansiz, o'shanga kela olasizmi, yo'qmi? Shuni so'ramoqchi edim. Yo'q aka, men bugun jiddiy ushlanib qoldim. Ertagami yo indinlarga o'taman. Unda xonangizda bugungi kunni отказ qilsak ham bo'ladi. Bo'ladi, bemalol aka. Xo'p, rahmat sizga kattakon. Mehmonimiz kela olmasliklarini bildirdilar. Bo'ldi, unda tez mehmonimizni kuttirmaylikda, tezda bu kishini rasmiylashtiring. Aka, pasportingizni berib turing-da. Voy, qarang, lyuks o'zi qancha turadi? Aka, siz bunga ahamiyat bermang. Siz yaxshi dam olsangiz, bu biz uchun katta yutuq bo'ladi aka. Aka, bu pasport bilan karatingiz, yaxshi dam oling. Rahmat aka. Salomat bo'ling. Kimniki mana Rahmat. xonaning yo'lida bor deb, hamma oddiy odamga pulim yo'lsa ham lyuksni berayotganini qarab tushunmayman. O'rtoq, menimcha bu yerda inson qadri pul emas.